Hammaga assalomu alaykum deb qolamiz. Hammaga assalomu alaykum qolamiz. Mana bizning bugungi mehmonimiz Xudo xolasa Do'stmat Faryozbek. Ukami to'g'risi 2025da o'rtalarida boshlanib sochini olishdi. O'zi tugatay ketgan paytda to'g'rildim. To'g'risi hurmatli Jon Sartarosh, Gul Sartaroshlar o'ta zo'r olyapti. Zo'r olyapti, lekin faqat chiroyli qilib olinglar. O'ziga yarashadigan boksyor desanglar, polboks qilib chiqarish bor-ku, qiynalib ketyapman. O'zi sochim 1,5 ko'p edi, to'g'rilayman to'kilib ketyapti. Sizlar kuzatib turinglar, oxirida yomon qilaman o'zi ham yonboshmacha yuraylik. Yanvar oyida musobaqasi bor, o'sha prichoskani ko'rgan sapeni qaraguncha razvor o'tib ketadigan prichoska qilib qo'yaman. Faryozbek, ishonavering, kechaman yomon qilaman hozir. Ishoning menga, senlar ham ishoning. Hammaga assalomu alaykum deb qolamiz. Men aytdim, Faryozbek iloji boricha o'zgartiraman dedim-ku. Ishonaveringlar, bu holatni qarab qo'yamiz, hurmatli sartaroshlar. U vobshe go'zal holatda qilib qo'ydim, labida bahor deb. Bu boksyorlarning yonboshi faqat urganda yonboshlari tik ko'p ketadi. O'zi bashitlarni ham ko'tarib yuboryapsizlar. Labida bahor degan yo'nalishda olinglar, maza qilib olinglar. Biz ham sizlardan keyin olib ham maza qilib olamiz. Faryozbek kamchilik bo'lmadi-ku. Cho'tka-ku. Xudo xolasa prichoskaga qaraguncha bir urib o'tib ketaverasiz saperniklar, ishonaveringlar. Birinchi bizda bo'lyapti, keyin qolganlarda bo'lyapti. Hurmatli sportsmenlar, sog' bo'lasizlar. Faryozbek, umringiz sog' bo'lsin. Sog' bo'ling jonim.